Hadi, birinchi savol. Bitta narsada 2008 variantlar bir-biriga o'xshaydi, hammasi o'xshaydi. Ana, masalan 30 ta variant bo'lsa 30 tasi ham o'xshaydi. Faqat har safar ikkita yoki bitta misol yangi qo'shilgan bo'ladi. Bu ko'rinishi o'xshash bo'ladi, muhim. Xo'p, birinchi savolni eshitdik. Ikkita sonli yig'indisi deyapti 11 yarimga tengmiş. Va biri ikkinchisidan 4 marta katta bo'lsa deyapti. Ya'ni bittasi x bo'lsa, ikkinchisi 4x bo'ladi deyapti. Ya'ni bizada birinchisini oddiy x deydigan bo'lsa, bizada y, bizada 4x vazifasini bajaryapti. Ya'ni 4 barobar katta. Bittasi ikkinchisi. Endi savol deyapti, shu sonlardan kattasini toping deyapti. Ya'ni y topishimiz kerak. Ana endi y to'rtga 4x qo'yaman. X plus 4x barobar 11,5 bo'ladi. 5x barobar 11,5. X barobar necha bo'ladi? 2,3 bo'ladi. Bu sonlarning kichkinasi 2, 3. Kattasi necha deydigan bo'lsa, barib qo'yamiz. Y barobar 4 kere 2, 3 bo'ladi. 9 u 2 degan javob bo'ladi. Tushunarli? Mana shunday holatda bo'ladi. Ikkinchisi, quyidagilarning qaysi biri bunga teng emas? Xo'sh, A javob 1 taqsim 44 ildizosi 77. B javob ildizosi 7 taqsim ildizosi 16 kere ildizosi 11. C javob 1 taqsim 44 ildizosi 7. D javob 1 taqsim 4 ildizosi 7 taqsim ildizosi 11. Demak, qaranglar. Bu yerda 4 xil javobni ham o'zimiz soddalashtiramiz. Soddalashtirishimizdan hosil bo'ladi bu narsa. Xo'p, demak, buni biz ildizcha kiritadigan bo'lsak, diqqat bilan qaranglar. Nima bo'ladi? Bir ildizosda hammasi ildiz kiradi. 77 taqsim 44 ni nimasi bo'lib kiradi ichkariga? Kvadrat. Ya'ni men nima deyman? 44 kere 44 deyman. Bo'ladimi, bo'lmaydi mana shuni desam. Prosta 44 kvadratini ko'tarib yurib, qisqartirgandan ko'ra 44 kere 44 deyman. Endi qaraydi, nimaga unarilgani? Chunki qisqartirishga udobniydi. 11 ga bo'lib olaman. Necha bo'ladi? 7 bu yoqda 4 qoladi. To'g'rimi? 11 ga bo'lsa, tepa 7, past 4 kere 44 necha? 176 degan javob. Demak, bu bilan bir xil chiqdi, to'g'rimi? Demak, bu kerak emas. Bizga chiqmasligi kerak. Ikkinchi javob ildizosda 7 taqsim mana ikkalasini bitta ildizga olaman. 16 kere 11. İldizosda 7, 16 kere 11 nechiga teng? 176. Bitta ildizga olaman. Hammasini bitta ildizga kiritib oldim. 7 taqsim 176. Yana shuni o'zi chiqib qoldi. Demak, bu ham bo'lmaydi. C javob. Ildizosda 7, mana ham ildizcha kiritadigan bo'lsam 44 kere 44 deyman yana. Lekin foydasi yo'q buni 44 kere 44 deganda, chunki qisqarmaydi-da baribir. Общий-da katta ildizga olaman, katta ikkalasini. 7 taqsim 44 kere 44 bu nima chiqadi? 1864 mi? Shunga o'xshagan son chiqish kerak edi shunisi. 1936. Demak, mana shu narsa bunga teng emas. Ya'ni bizda C javob to'g'ri bo'ladi. D javob nega noto'g'riligini tekshirishimiz kerak. Ildizosi 7 taqsim 4 ildizosida 11 bo'lyapti. 4 ichiga kirsam nima bo'ladi? 7 taqsim ildizosida 16 kere 11 bo'ladi. Yana mana shu narsa chiqib qoladi. Ya'ni 7 taqsim 176 degan javob chiqib qoladi. O'shaning uchun faqatgina bizda C javob to'g'ri javob bo'ladi. Xo'p, uchinchisi B va C ning qanday qiymatidir? B va C ning qanday qiymatidir? Mana shu nuqta. Nuqta deyapti, mana shu parabolani uchi bo'ladi deyapti. Parabolani uchi degani x0 va y0, ya'ni x0 -9, y0 chi -11 bo'ladi, -111 bo'ladi deyapti. Qachon unaqa bo'ladi deyapti? Avval biz x0 ni topganmiz oldin, keyin y0 ga o'tganmiz. x0 formulasi qanaqa edi? Mana buni qaramag'arsi -b taqsim 2a edi. a ni o'rniga necha qo'yaman? 1 qo'yaman, to'g'rimi? Ya'ni -b taqsim 2 bizda nechiga to'g'ri teng bo'lyapti? -9 ga teng bo'lyapti. Bizda qisqarib ketadi. B barobar necha bo'ladi? 18 bo'ladi. Demak, 18 chiqqandan keyin
Endi qo'yaman. Y barobar x kvadrat plus 18x plus s. Mana bu funksiyani yarimchala ko'rinish. Bitta s qoldi, to'g'rimi? S ni hal qilish uchun x 0 ni x dan o'rniga olib borib qo'yaman-da, y 0 dan o'rniga olib borib qo'yaman. Y esinglarda bo'lsa x 0 ni topgandan keyin olib borib hisoblarda y 0 chiqadi, to'g'rimi? Xuddi o'sha narsa, ya'ni -111 barobar 81 minus 18 kira minus 9 bo'ladi. Mana bunaqa yozing. Plus s -111 barobar 81 minus 162 plus s bo'ladi. Buni ayiradigan bo'lsam -81, bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsam s barobar 30 bo'ladi. Demak, b 18 bo'lishi kerak ekan, s necha bo'lishi kerak ekan? 30 bo'lishi kerak ekan. Tushunarlimi? Ya'ni minus o'ylamayapsiz. Minus bo'ladi desa, minus 30 bo'ladi. Minus 30 bo'lishi kerak. Ya'ni parabolani uchi shu nuqtalar bo'lishi uchun x0 birinchi qo'yamiz, keyin y0 ni qo'yib o'rniga ishlagan ekanmiz. Tushunarlimi? Yaxshi. Qanday so'z? Yaxshi bo'ladi. Yaxshi masala endi. 4-inchisi. P ning qanday qiymatlarida diqqat bilan qarayman. Mana shunaqa ko'p keladi masala. Tenglama musbat ildizga ega bo'ladi. Ya'ni musbat ildizga ega bo'ladi. Ya'ni x 0 dan katta bo'ladi, to'g'rimi? Biz ham bu yerda x topamiz. 4x barobar 4 minus 7p bo'ladi. X barobar nima bo'ladi? 4 minus 7p taqsim 4 bo'ladi. Shunaqami? Mana shu 4 minus 7p taqsim 4 ni 0 dan katta deymiz. Bo'ldi. Tenglama ildizi qachon musbat, qachon manfiy bo'ladi degan bo'lsa, shunchaki o'sha narsani x ni topib, polni katta tenglamasini x topib 0 dan katta deymiz. Qachon manfiy ildizga ega bo'ladi, 0 dan kichkina deymiz. Demak, 4 minus 7p ni o'zini 0 dan katta deyman. Minus 7p katta minus 4 dan bitta minusga bo'lib olaman, keyin 7 ni o'tkazib olaman. Kichkina 4 taqsim 7 dan. Ya'ni minusga ko'paytirgan uchun ishora almashdi, 7 ga bo'lib ola qoldi. Demak, mana shunday holatda bo'ladi. Demak, qachonki p 4 taqsim 7 dan kichkina bo'lsa, shunday javob chiqadi ekan. 6-inchisi. 5-inchisi. X kvadrat minus 7x 7x emas, 11x. 11x plus 28 teng 0 tenglamani ildizlaridan ikkitaga katta ekan. Ya'ni har bir ildiziga 2 ni qo'sh degan narsa. Demak, har bir ildizdan 2 ga katta bo'lgan ildizlardan tenglama tuzish kerak. Birinchi tenglamani yechamiz. x1 qo'shilgan x2 necha bo'ladi? 11. x1 ko'paytirgan x2 28 bo'ladi. X qaysi sonlarni qo'shsam 11 ko'paytirsam 28. 4 kira 7. x1 barobar 4, x2 barobar 7 bo'ladi. Ana endi biza bitta yangilikdan tenglama hosil qilish uchun yangi javoblar kerak. Yangi javoblarni qayerdan olaman? Bu ikkalasiga 2 ni qo'shaman. Demak, x1 yangisi 6, x2 ni yangisi necha bo'ladi? 9 bo'ladi. Endi qaytadan tenglama tuzishim uchun birinchi x kvadratni qo'yaman. Ikkalasini qo'shsam necha? 15 minus 15x deb yozaman. Ikkalasi ko'paytirsam necha? 54 plus 54 deb yozaman. Agar minus 54 chiqadi, minus 54 deb yozgan bo'laman. Bo'ldi, mana shunday holatda bo'ladi. Yangi tenglama. Tushunarlimi? Tushunmadingiz? Qani 9 bilan 9 qatdan keldi. Men ikkalasiga 2 ni qo'shdim. Qarang, shart qog'oz oldingizdan variantni qaranglar. 5-savol. Tenglamani ildizlari, mana shu tenglamani ildizlaridan deyapti. Ildizlar mana bumi? 4 bilan 7 mi? Javoblar shundan ikkitaga katta bo'lgan. Masalan, meni pulim sizga, meni yoshim sizga ikkitaga ko'p, katta. Necha yoshman? Necha yoshsiz? 18. Necha yoshman men? 20. Bo'ldi, tushunarlimi? O'shanaqalardan tuzilgan qaytadan yangi tenglama tuzib beryapti. Yangilarini chiqarib oldim. 4 bilan 7 chiqadi yo'q. Biz ikkitaga kattasi kerak bo'lgan. 6 bilan necha bo'ladi? 9. Tuzish uchun bir marta qo'shib, bir marta ko'paytiradi. Bo'ldi. 6-inchisi. Quyidagilardan qaysi birlari x ni qanday x ning hamma qiymatlarida o'rinli bo'ladi deyapti. Qaranglar. X plus 6, x plus 3 katta x plus 5, x plus 4. Bu birinchisi. Ikkinchisi x minus 3, x minus 4 katta x minus 2, x minus 5. Bu ikkinchisi. Uchinchisi
9x kvadrat plus 16 katta 24x dan va to'rtinchisi x minus 5 x minus 6 katta x minus 3 x minus 8 dan. Ana endi qarang. Har qanday qiymatni o'rinlaydigani bu ayniyat chiqishi kerak degan. Ya'ni yechganida x li narsa emas, ayniyat chiqishi kerak. Iloji boricha degan. Ana endi men buni soddalashtiradigan bo'lsam, diqqat bilan qaranglar. Chap taraf x kvadrat plus 9x plus 18 bo'ladi. Buni tez ochib chiqarish qanaqa edi? Ikkalasini ko'paytiramiz, mana ikkalasini qo'shamiz, keyin ko'paytiramiz. Katta ochib chiqargan bo'lsam x kvadrat plus 9x plus 20 bo'ladi. Mana bu narsalar qisqarib ketadi. Ya'ni bir xil narsa nima qilib ketadi ikki tomondan? Qisqarib ketadi. Keyin nima bo'ladi? Javob bizda 18 katta 20 dan degan javob qo'yapti. Bu narsa xato, ya'ni bo'sh to'plam bo'ladi. Testni yechmasangiz ham bu bo'sh to'plam bo'ladi. Demak, birinchi javobga atkazib beramiz. Ikkinchi javobni ochib chiqamiz. X kvadrat minus 3 ga minus 4 nechi? Minus 7x minus 3 ni minus 4 ko'paytirsam nechi? Plus 12. Endi buni yechamiz. X kvadrat minus 7x malades plus 10 bo'ladi, to'g'rimi? Mana ikkalasi ko'paytirsak. Katta 0 deyapti. Bularni qisqartirib yuboraman, bir xil narsadan. 12 har doim 10 dan kattami? To'g'rimi Nigora? Bu ayniyat bo'ladi. Bunisi olinadi. Bunisini navbat. Bitta narsani aytib qo'y, bu ayniyat bo'lmaydi. Sababini aytaman. Yo'q, o'tkazsanglar 3x minus 4 kvadrati bo'lib qoladi. 0 dan katta. Ayniyat-ku, 0 dan katta ayni bo'lmasan kvadrati deyish mumkin. Lekin 0 ga ham teng. To'g'rimi? Bular o'sha narsani tashlab ketishgan. Ko'pchilikni aldaydigan joy mana shunaqa. Mana bu ayniyatmi deydi. Ayniyatmi? Ayniyat. Ayniyat. Ayniyatmi? Ayniyat. To'g'ri, lekin burası o'zi yetib tursin. Ayniyat. Hozir aytyapsan, hozir esdan chiqaryapti. Hozir aytib turibman. Kvadrat to'g'ri 0 dan katta har doim. Lekin 0 ga teng ham bo'lishi kerak-ku. Qani o'sha? Qani o'sha? Qani o'sha? Nimaga teng bo'lishi kerak? X 0 ga teng bo'lib qolsa hozir shu ayniyat bo'ladimi hozir? Bu ayniyatmi? 0 dan kattami? Ayniyat o'zi nima degani? Kecha o'rgatdim. To'g'ri narsa bo'lishi kerak. To'g'ri narsa, har doim to'g'ri narsa. Любой bayt to'g'ri narsa ayniyat deydi. Любой bayt to'g'ri yemayapti-yu. Bu ayniyat emas, mana bu ayniyat. Endi to'g'ri bo'ldi. 0 dan katta yoki teng bo'ldi, to'g'ri? Mana bu ayniyat emas. Sababi 0 dan kattani o'zi bo'lib turibdi. Shuning uchun bu ham ayniyat emas. Oxirgisini ochib chiqsangiz 100% ayniyat chiqadi. 2 bilan nechi bo'ladi? To'g'ri bo'ladi. Biz bitta logika ishlatsanglar, hammasi ikkitadan javob turibdi, to'g'ri? Sizlarda uch ikkita javob chiqib ketgan, обязательно qolgan ikkita javob bo'ladi. Sizlarda javob sifatida. Tushunarlimi? Yaxshi, pauza ochilgan endi. Pauzani bosib turdi, keyin transfer yo'q. Bu savolni eshitamiz. Quyidagi tasdiqlardan qaysilari noto'g'ri? Bunday chiqarib olamiz o'sha joyda desam savollar. Xo'p, birinchi savol. Qarang. Yana xato. Bo'pti, mana. Arzimas demek az çıktı. Onu sanki var ya. Savollarni eshitamiz. Birinchisi aytyapti, qaysi biri to'g'ri deyapti. Variantlarda 3 tadan javob bor. Sizlar ikkitasi xato. Yo'q. Noto'g'ri deyapti. Demak, ikkitasi to'g'ri. Ikkita to'g'ri narsani topib chiqarib olsa 3 ta qolgani bo'ladi. Tushunarli? To'g'rini qidiramiz, noto'g'rini emas. Aytyaptiki, birinchisida quyida arifmetik progressiyani d topish uchun deyapti. Mana shu formuladan foydalaniladi deyapti. Uchinchisi ko'paytirib ham bor. Ko'paytirib bormi? Xo'p, birinchisida aytyaptiki,
D ni topish uchun quyidagi formuladan foydalaniladi deyapti. Demak, D ni formula A ni formulasini yozaman. A1 plus N minus bitta D, to'g'rimi? To'g'ri, mana shunaqa formula esga tushadimi? Bu yoqqa o'tkazamiz. D ni topishga harakat qilyapmiz. N minus bitta D. N minus 1 ga bo'laman. A N minus A1 taqsim N minus 1 barobar D. Formula bir xil chiqdimi? To'g'rimi? Demak, to'g'ri formula. Demak, bizga to'g'risidan yana bittasini topsam bo'ldi. Yana bittasini topadigan bo'lsam, demak, qolgan 3 tasi noto'g'ri bo'lib qoladi. Mana shu 3 ta narsa geometrik progression, arifmetik progression tashkil qiladi. Keyin o'zimiz ham qiynalamiz, sin hisob va kosin hisob yopish. 3-formulaga o'tamiz. Xo'p. Demak, arifmetik progression dastlabki enta xat yig'indisi uchun quyidagi formula o'rinli deyapti. Esingizda bo'lsa, plyusliga o'rinlaydi. Afsuski minusliga emas, to'g'rimi? Plyusli bo'lardi o'rta. To'g'rimi? Formula to'liq aytib beringchi. Arifmetik progression ikkinchi formula. Yaxshi. Demak, ko'paytiruvni olib ketdi. Demak, o'sha narsa plyusli bo'ladi. O'shaning uchun bu xato. Demak, biz to'g'risini qadar yo'lga chiqamiz. 4-inchisi, Chex geometrik progression yig'indisi quyidagi formula orqali topiladi. To'g'rimi? Bo'ldi. Ikkita to'g'rini topdingmi? Demak, 2, 3 va 5-qoidalar xato berilgan ekan. Tushunarlimi? Noto'g'rini topsa, to'g'rini topiladi, noto'g'ri o'zi chiqib keladi. Tushunarlimi? Masalan, misol yechayotganda ham qaysiga ajratdik, to'g'ri yoki noto'g'riga. O'shanda kam joyga harakat qiladi. O'zini misol uchun ingliz tilida o'qiganlar biladi, ana gap to'ldirayotganda bitta so'zni qo'ya olmay qolsanglar, oxirigacha o'qib chiqib qo'yib chiqsanglar, oxirida o'zi qolib ketadi. O'sha gapki, xuddi o'shanaqa narsa. Xo'p, biratdan 10-misolga o'tamiz, chunki 8/9 xos integralga bog'liq narsa deydi. 10-misol. 3 ning darajasida logaritm 3 asosiga kiradi. 4 minus x katta 9. Mana variant foydasi nimada? Masalan, Usmonovda shu misol kelsa, bizlar uchun temida ham bunaqa misol. Lekin boshqa manbalarda kelsa, nimani o'rgansak bo'ladi. Ko'pchilik qiladigan ish hozir birinchi uch bilan ma'lum joyni almashtirish. Agar shunga aql yetsa, hali qarab o'tirman, o'tmaganman, bunaqa misol bo'lmasa, shunaqa qilish. 4 minus x, xo'p. Darajasida logaritm 3 asosiga 3 katta 9 dan bo'ladi. To'g'rimi? Mana shunaqa bo'ladi. Endi mana bu narsa 1 ga tengmi? 4 minus x katta 9 dan deydi. Minus x 4 ni bu yoqqa ayirishga o'tkazsam 5 bo'ladi. Bitta minusni beraveraman, x kichkina nimadan bo'ladi? Minus 5 dan bo'ladi. Aslida. Ana endi yana bitta narsani esdan chiqarib qo'yadi. Nima deydigan bo'lsangiz, mana bu narsani noldan katta deyish kerak. Aniqlanish sohasi degan narsa bor, to'g'rimi? Logaritm keldiki teng nimada? Aniqlanish sohasi degan narsa bor. Ya'ni logaritm tepada, pastda, darajada, ildiz ostida, daraxt tagida, svetoforda tursa ham, uni aniqlanish sohasi bor. Nima bo'ladi? Argumentim noldan katta deyiladi. X kichkina nechidan? 4 dan. To'g'ri, natijaga ta'sir o'tkaza olmaydi. Lekin o'tkazadigan misol bo'lib qolsa, o'shanda adashmaysiz. Hozir ta'sir o'tkazamiz chunki javobimiz -5 dan bu yoqqa, 4 dan bu yoqqada. Javob -6 dan -5 gacha bo'ladi, gap so'z bo'lishi kerak. Prosta boshqa misolga kelib qolsa nima qilasizlar? O'sha joyga ham den e'tibor berib ketasiz. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, tengnimada x minus nimadirlik keldimi? Demak, u aniqlash sohasi olib yechiladi. 11. To'g'ri burchak va uchburchakning balandligi gipotenuzani 3 va 12 kesmalariga ajratdi. 3 va 12. Balandligi necha ekan? 6. Ma'lum, qatdan topdik. Ildiz ostida 12 ni 3 ga ko'paytirdik. Necha chiqadi? 6 chiqadi. Endi shu balandlikni toping deyapti. Javob 6 bo'ladi. Nimaga? Ikkita proyeksiyani ko'paytirib ildiz ostiga nima chiqadi bizda? Balandlik chiqadi. Esga tushdimi Farruh? Formula? Tushunmadim. Testosteron. Balandlik tushirasan-a? Ikkita proyeksiyachi ajratadi, ikkita bo'lagi. Proyeksiyachi emas, bo'laycha deydi. Balandlik tushganda faqat. Shunda h kvadrat, ana ikkita proyeksiyani ko'paytmasa teng bo'ladi. Shunaqa formula beradi. To'g'rimi? Yaxshi. 12 quyidagilar bu ham shu piramida bo'lavergan shu yechmadi. 13. 2 kosinus 6x plus ildiz osti 3 barobar 0. Qanaqaga chartirganini kiritdinglar mana?
Mana o'tiryapsiz. Ana. Kosinus 6, 2 kosinus 6x barobar minus ildiz osti 3. 2 ga bo'lib yuboraman. Kosinus 6x barobar minus ildiz osti 3 taqsim 2. Plus minus arc kosinus plus 2pi faqatgina 2pi tengligida kosinusda bo'ladi. Boshqa hech qaysi tenglamada kuzatilmaydi. 6x barobar plus minus arc kosinus. Bu bo'lgani uchun ham minus bor aytgancha. Bo'lmasa pi minus arc kosinus hop, ildiz osti 3 taqsim 2 bo'ladi. Plus minusda va plus 2pi. Ana endi 6x barobar plus minus mana bu narsa qaranglar. Qachon ildiz osti 3 taqsim 2 teng bo'ladi kosinus? 30 to'g'ri. O'zi ikkita variant bor, 60. Adashtirib qo'ydim deyilmaydi. Durust adashdim deydi. Endi 6x barobar plus minus pi taqsim 5pi taqsim 6 plus 2pi. Mana bunga 6 mahraj bersaydi. 6 ga bo'lib yuboramiz. X barobar plus minus 5pi taqsim 36 plus 2pi taqsim 6 bo'ladi. Bu bilan bu qismasi necha qoladi? 3 qoladi bu. Demak, qaysi javob bo'lyapti bizda? Plus minus B javobda 5pi taqsim 36 plus pi taqsim 3 degan javob bo'lyapti. Qaysi varianti? San varianti. Bu yerda o'tirdingiz sana. Yaxshi. Tushunarlimi? Eski keldimi? Sinus tiklanibdi ko'rsatib ketaman. Hozir o'shani ko'rsatdim. Sinus x barobar a bo'ladigan bo'lsa, x barobar minus 1 da n'inchisi arc sinus a plus p bo'ladi. Tangens bilan kotangensni bir xil desizlar bo'lsa. X barobar arc tangens a plus p bo'ladi. Eski tushunmi? Plus minus bo'lmaydi tangens. Plus minus bo'lmaydi. Silliq tekis chiqadi. Tushundingizmi? Yaxshi. Yaxshi, savollar bormi? Yo'q, rasmga olmaydi buni. Mavzu tushunib bo'ladi. Xo'p, svet tushmadi. Doskaga yozsam, boshqa nima yo'q. Svet bor haqida gaplashyapti. Nega? 14-savol. Qarang. 3 ta sonning o'rta arifmetiga 30 ga teng. 3 tasini qo'shib 3 ga bo'lsak degani. To'g'rimi? Hozir turing. 3 ta sonning o'rta arifmetiga 30 ga teng, ikkitasiniga 25 ga teng. Bitta narsada mana qaraydi. Shunaqa misolda qanaqa ishlamaydi. X plus y plus z niki, ya'ni 3 ga bo'lsa, 30 chiqar ekanmiz. Shunda 3 ni ko'paytirib chiqsam 3 ta sonning yig'indisi necha bo'ladi? 90. Mana bunaqa narsada 3 ta odam pul tashashib 3 ga bo'lsa 30 mingdan tushyapti. Hamma kunimizga. Demak, uchalamizga qo'shsa 90 mingda. Endi ikkitasinikini qo'shsak, necha bo'lamiz demak? 2 ga bo'lamiz. 25 bo'ladi. Agar 2 ta odam borganimizda 25 dan tushgan bo'lar ekan. 3 ta odam borganimizda necha bundan tushibdi? 30 mingdan tushibdi. Demak, bittasi ko'proq yegan, o'sha ko'proq yegan z menimcha. Chunki z qo'shilgandan keyin narx ko'tarilganda. Xo'p, x plus y ko'zi necha pul bo'ladi shunda ikkalasiga? 50 ming bo'lgan jami shu. 3 taga 90 ming bo'lgan. Shunda ikkitani olaman-da, men qo'yaman. 50 plus z barobar 90. Z necha pul bo'lgan? 40 ming degan. Xuddi mana bunaqa narsa. Bittasi 40 ming ovqat yegan, bittasi 20 ming, bittasi 30 ming ovqat yegan. Hammasi qo'shib 3 ga bo'lib olsa, qarasa 30 mingdan tushibdi. Shunga o'xshagan narsa. 3-sonni toping debdi, demak bizda 40 degan javob bor. Xo'p, ikkita buyumni birgalikdagi bahosi 62300 so'm turadi. Qanaqadir x buyum, y buyum narxini qo'shadigan bo'lsa 62300 so'm turadi. Agar birinchi buyumni bahosi 15% ga kamaytirilsa, ikkinchisi orttirilsa, 15% kamaytirilsa degani 0.85 ga tushish degan. 85% ga tushadi narx. 15% kamaysa 100 dan pastga tushadi. Necha bo'ladi? 0.85x bo'ladi. Ikkinchisi 10% ko'tarsa 110 ga ko'tariladi foizi. 110% bizda qismda 1/1 ga to'g'ri keladi. Nimaga unaqa deyapman hozirda? Hozirda? Hattomi endi siz qilyapsiz. Ya'ni necha foizga ko'tarilsa, shuni 100 ga bo'lasiz. Necha bo'ladi qismda? 2-3 bo'ladi. Ya'ni foiz bo'lsa 100 ga bo'lsa, qismda kelib chiqadi o'sha narsa. Sistemani yechish kerak, to'g'rimi? Yechish kerak rostdan. Qaranglar, men buni 10 ga ko'paytirib yuboraman. Samam yemasa ekan. 15% topilsa boshqa.
Ya o'zinglar yechasizlar endi buni. Qo'yinglar hozir yechaman degan kesim bitta. Asabiylar. 16. Ha, qarang, yo'nalish berib oling. Yo'q. Pastda 10 ga ko'paytirib turasizlar. Keyin ayirib qo'shib. Yo, 10 ga ko'paytirib tursangiz o'zi cho'tga chiqadi. Keyin tepani to'g'rilab olasizlar. Shunga emas. 7 ta sonning o'rta arifmetiki 13. Agar ularga qaysi son qo'shilsa, o'rta arifmetik 18 bo'ladi deyapti. Qaranglar. A plus B plus nuqta 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 plus T ni yig'indisini 7 ga bo'lganimizda 13 ekan. Demak, hammasi jamshot qancha bo'lgan Abdulloh? 7 ta odam hammaga 13 mingdan tushsa. Jamshot necha bo'ladi? 7 ta odam 13 mingdan tashlaysiz edi. Abdulloh Xuliyoshi yo'q. 91 ming bo'ldi, ma'lumsiz. Demak, 7 ta odam shu 91 ming bo'libdi. Endi shu 91 ga kimdir yana nimadir ovqat zakaz qilgan, ustma-ust, salat zakaz qilgan, nimadir qilgan. Keyin buni 8 kishiga bo'lib olishgan. 7 ta odam o'tirgan o'zi. 91 ming shu yerga o'tirgan bo'lgan. Bittasiga mana qo'shilaman degan 8 ga bo'lingan 18 mingdan chiqib degan narsa. Kim yegan ko'proq? Mana shu yegan 8 ga oxiri kelgan. Mana bir yoq ko'paytirish qilamiz. 91 qo'shilgan x barobar 144. X barobar 53 degan javob bo'ladi. O'zi ham 53 ming narsa bor. O'zani 7 tasi 91 ming deyapti. Bitta odam 53 ming deyapti. Ko'rasizlar? Farq ekan. Sen shunaqa deysan farq? Ko'rsin. Bilan o'tirishga sindoshlarmi? So'ng qo'ng'iroqlaydi. Shayga shunaqa yuradi, kimlar ko'chasizda. Nechilar aytding? Kechiramiz, kechasiz. Ushbat shunaqa qilishdi. Biz turizmga narsa edi, hammamiz 300 mingdan to'ladik. 100 ming narsaga ham 300 ming to'ladik. Shuni o'tirgan. 200 mingdan to'ladik. Biz bu fondga hozir obro' uchun 200 ming deb qo'ydingiz. Biz anaqa qilamiz, qarab biz ham o'tirishga borganmizda bitta bola sho'rva zakaz qilgan. U nima deb o'ylagan, hamma o'z-o'ziga to'laydi deb o'ylagani. Afisdan jinnamasi ketdi, hammani o'zini shu o'tirib hisoblab beradi. Biz bilib qo'yganmizni taktikani, asabiylar zakaz qilgan qo'lidan tana. Qarasa shu 2 million bo'lgan, hammaga birdek bo'lingan shu. Bizlarni 70 ming to'lagansan, sho'rva ichgan bola 70 ming to'lagan. Xuddi chiqib o'sha temani gapirdilar. Men hammaga orzu-orzudan tushadi, hamma o'z-o'ziga yesa deb o'yladim. Battar bo'ldi ham. Mazza vasatni tuqqanmiz. Endi qaranglar. X, Y ning eng katta qiymatini so'rayapti. Maksimal. Mana shunaqa misolda asli, xo'p. Nima bo'ladi? Biror narsani maksimalga qiymati so'rasiz. Savol sizlarga. Ikkita sonning yig'indisi 11 bo'lsa-da, o'sha ikkita sonni ko'paytmas eng katta qiymat necha chiqishi mumkin? O'rtaga savol. Oxirida mana ozgina dam 25 5 narsa so'rayapsan. Hozir muqaddasdan javob berishni hayron qolaman. Ayting. 30 emasmi? 30. Nimaga 30? Yaqinroq ikkita sonlar. Yaqinroq ikkita sonni ham, to'g'rimi? Ya'ni bu yoqda xo'p ikkita bir-biriga yaqin sonlar, ya'ni butun sonlardan iborat ikkita yaqin son olinadi bir-biriga. Tepadagi misolga qaraydigan bo'lsak, bu fikrimizni inkor qiladi, chunki ildizda tepadagi narsa. Endi biz nima qilamiz? Biz o'sha narsa, ya'ni bir-biriga teng bo'lsin deymiz iloji boricha. Ya'ni mana buni ham o'rniga biz buni o'rniga deylik, to'g'rirog'i. 2x o'rniga y qo'yamiz. Shunda x'imiz nima bo'ladi bizda? Y taqsim 2 bo'ladi. Bunga e'tibor qilmay turinglar, просто x ni olayotganda ishlataman. Hozir nima qilaman? 2x ni o'rniga y ni qo'yaman. Y plus y barobar 2 ildizosti 7. Просто 2x ni o'rniga y qo'ydim. 2y barobar 2 ildizosti 7, y barobar ildizosti 7 bo'lyapti. Bu y chiqdi. Endi x topib shu mantiqqa qo'yaman buni. Mana mantiqqa. X barobar ildizosti 7 taqsim 2 bo'lyapti. Mana ikkisida. Mana shu ikkitasini ko'paytirsanglar, maksimal qiymati paydo bo'ladi. Ildizosti 7 taqsim 2 ni ildizosti 7 ga ko'paytiramiz. Tepadan ko'paytirsam 7, past 2 ni o'zi. 7 ni 2 bo'lsa nechi? Shu yoqda degan javob chiqadi.
Bo'ldi mana. Ya'ni ikkalasini bir-biriga tenglashtirasiz, ayni shunaqa paytda. Tushunarlimi? Yaxshi. Xo'p, keyingisi. Xo'p, keyingi savolga keldik. 18. 18-chi savol. Qani qanday qiymatlarida 5x kvadrat minus 22x plus 5k barobar 0 bo'lsa, shuni ildizlari orasida mana bunaqa narsa paydo bo'ladi deyapmiz. O'rinli bo'ladi deyapti. Shoshmanglar, biz nima qilamiz bu holatda? Bizga mana shu narsamiz bor, qayerdadir yotibdi. O'shani topib kelishimiz kerak. Uning uchun polni 5 ga bo'lib yuboraman. Ya'ni tabi 22 ha bo'linsin demak, biz bo'linmaslik ham unga tayyor turing. X kvadrat minus 22 taqsim 5x plus k ni o'zi barobar 0. Mana bu narsani o'rnida turgan son bizda mana bunga to'g'ri keladi. Mana bu 22 taqsim 5 o'rnida turgan son shunga to'g'ri keladimi? Ya'ni ikkita ildizlarning yig'indisi 22 taqsim 5 ga teng. O'ziga teng, minusiga emas, o'ziga teng. Chunki o'zi minusda buni. Qanaqa sonni? Shuni tagida yozaman. x1 qo'shilgan x2 barobar 22 taqsim 5 bo'ladi. Sistema qilib qanday yechaman? Abdulla buni? Sistema qanday yechamiz? Hozir shunday ayiramiz. Ya birinchi pastdagisini minus 5 ga ko'paytirib 5 ga ko'paytirib o'zini ayira olsak, 5 ga ko'paytirsa. To'g'ri, minus 5 ga deb qo'shib olmoqsiz. Просто ayirib olamiz o'sha narsani. 5x1 plus 6x2 barobar 26. 5 ga ko'paytirsa 5x1 qo'shilgan 5x2 barobar 5 bilan 5 qisqarib ketsa necha qoladi? 22 qoladi, to'g'rimi? Nega? Bitta ayirib olamiz. x2 barobar 4 bo'ladi. 4 ni olamiz. Diqqat bilan qarang. Mana bu gapga qo'yamiz. x1 qo'shilgan 4 barobar mana bu 4 butundan 4. 4 da bu. 10lik kasrda. Shart emas kasrga o'tish. x1 barobar 0,4 chiqargan. x1 bor. x2 bor. Nimani so'rayapti bizdan? K ni so'raydi. Boshqa narsa yo'q, chunki qidiradigan. K ni so'raydi. K ni topishni mana bu ikkita bo'lib bilan ko'paytiramiz. 4 ni 0,4 ko'paytiramiz. Necha bo'ladi? 1,6 ni bilamizmi xatyapti? Bilamizmi? 1,6 nima deb bo'ladi? Kontrol qilamiz. Meni agar mashina o'ylab turaman, kontrolga. Yaxshi, demak, o'sha kontrol, o'sha 1,6. Tushundinglarmi? Buni o'sha nima deydi? Ko'p kontrol kiryapsizmi? Bak next ikide var. Olib mezgiga pastda. Xo'p, ana endi qaranglar. Demak, ikkita sonni ildizlarni qo'shadigan bo'lsam 6, ko'paytiradigan bo'lsam, ildizga ko'paytirib ildiz oladigan bo'lsam 8 qoladi. O'zi bitta dona variant bor. Tepani kvadratlash. Ana 4 bilan 16 mi? Yo'q, ham bo'lmaydi. 16 bilan 4 o'zi bitta variant. Lekin mana ular foydalanmayman. Biz matematikani yo'q, xuddi shunchalik to'g'ri. Shuncha paytdan beri. Paytlar o'tiraman, mana matematika. X qo'shilgan y qo'shilgan 2 ildiz ostida x y bo'ladi. Mana bu sizlarning bor a kvadrat plus b kvadrat plus 2ab degan paytlarga mana a kvadrat mana b kvadrat, mana 2ab si mana bo'ladi. Barobar 36. X qo'shib y yo'q menda. Lekin mana bu narsa bor menda. Nechi? 8. 2 kere 8 16 barobar 36. Demak, ikkita sonni qo'shsam necha chiqyapti? 20 chiqyapti, mana bizning. Ana endi bunga sherik sifatida bitta nimadir kerak. Nimadir mana foydalanadi. Buni ham ikki tomon nima qilaman? Ko'taraman. Shunda x y barobar bizda 64 bo'ladi. Men olib kelib qo'yaman. Ana endi savol osonlashdi. Qaysi ikkita sonni yig'indisi 20 ko'paytmasi 64. 16 kere 4 yoki 4 kere 16. Mana ikkita deydi yoki. Просто joylanmashtirasizlar bu. 16 kere 4 yoki 4 kere 16. Agar ikkinchisini olmasak nima bo'ladi mafhum? Xato bo'ladi. Chunki bitta javob, mana ikkinchi javob. Tenglama nechta yechim bor Abdulla shu yerda? Ikkita random. Nechta turibdi? bitta ekranga x bilan Mana biz ikkita javob. Boshqani o'zingiz turasiz. Nima ikkitadan javob bor? Yo'qda 4 tani bor, 4 ta javob. Muhim sharmanda qilsanglar bo'ladi. Endi qiynalib qolsanglar o'qituvchi emasman.
Yo'q, hech boshqa. O'zini aylanganman YouTube'dan video ko'rdim. Meni darsim ko'rsinlar ilojisi. 20 teyali uchburchakning uchdagi burchagi 30 ga teng mana. Boshlayman. Hop, 30 demak pastda 75 dan. Ikkitaga bo'lib beraman, teng yo'l yo'q. To'g'rimi oldim? Sen teng bo'layapmi? Asosiga tushirilgan balandlik 6 ga teng. Mana bu 6 ga teng ekan. Demak, tepada 15 gradus, bu yoqda nima bo'ladi? 15 gradus qoladi, yashaydi. Uchburchakning yon tomoniga tushirilgan balandligini aniqlaymiz. Shu joyida diqqat bilan qarang. Men yon tomonni topaman. Sizlarga savol. Yopishgan katet, mana burchak mana alfada tasavvur qiling, alfa. Yopishgan katet va gipotenuzdan bog'langan narsa nima? Kosinus 15 gradus. Kosinus alfa deb yozadimi? Biz alfa emas, 15 gradus. 6 ni a ga nisbati. Shunda a ni topadigan bo'lsa nima bo'ladi? 6 taqsim kosinus 15 bo'ladi. Demak, mana deb bizda a emas, 6 taqsim ekan kosinus 15 ekan. To'g'rimi? Bu shu taraf bo'ldi. Endi sizlarga aytayotgan narsani qaranglar. Yon tomonga tushirilgan balandligini so'rayapti. Mana bu tepa necha gradus deb Abdulloh misol boshida 30 da yashang. Yon tomonimiz 6 taqsim kosinus alfa bo'ldimi? Kosinus 15 bo'ldimi? Mana hozir topib keldim. To'g'rimi? H 30 gradus qarshisida H bo'lsa, 90 gradus qarshisida nima bo'ladi? Yo'q. Prosta H ga qaraylik bo'ldi. 30 gradus qarshisida H bo'lsa, 90 qarshisida nima bo'ladi? 2. 64. 2H bo'ladi. 2H, to'g'rimi? O'sha bo'lingan bo'ladi yoki ko'paytirilgan bo'ladi? 90 da. 2 ga. 2H bo'ladi, H bo'ladi. 2H. 2H bo'ladi. Sizlar ma'mulga qaramanglar. 30 qarshisida H bo'lsa, 90 qarshisida prosta 2H bo'ladi. 2H da keyin ma'mulga tenglisida demoqchilik 7 tashadi. Uni 6 bir bo'lib. Ikkala hisobida H bo'ladi nima bo'ladi? 3 taqsim kosinus 15 bo'ladi. Unaqa javob bo'lmasa-chi degan jiyalarimiz ham bor ekan. Endi o'rtaga tashlayman. Video pauzaga qo'yamiz. Qo'ying. Chiqadi. Qidiraylik abi. Misollashtirmayman. Короче, без O'zbekistonga bizda. 3 taqsim kosinus 15 turibdi. Kosinus 15 bitta haydab keltiradigan narsa sinus 15 hisoblanadi. Tepa past sinus 15 ko'paytirish kerak. Tan olaman, o'quvchilarim bo'lmaydi. Ya bo'lmaz. Qo'yib qo'ying. 3 sinus 15. Mana esingizda o'z formulasi bor. Qanaqa edi? 1 taqsim 2 sinus 30 degan. To'g'rimi? Tepada 3 bormi? 3 turibdi. 3 sinus 15. Mana 1 taqsim 2. Sinus 30 dan 1 taqsim 2. Jami? 1 taqsim 4. 4 nima qiladi tepaga? 12. Nima dedim? Shu hayolga kelib Ana rasmga olib qo'ying. Sana yaqinlashtirib o'shdan olmayman. Endi qaranglar, keyingilarga o'tamiz. Demak, bizga aytyaptiki, tushunarlimi? Mana qiyin joyi yo'qda, zanjir bor. Ana qimmatni turtorsanglar qimmatlaydigan degan narsa. Sinus 15 ko'paytirish kerak haddan. Kosinus 15 olib chiqib ketadigan narsa faqat uni sinusi. Hammasi tashlab ketadi kosinus 15. Mana bu narsa esingizda bo'lsa qanaqa ishlaydi? Buni mana alfa deb turardik biz. Bu sinus 2 alfa bo'ladi. Sinus 2 alfa formulasi bor. 2 sinus alfa kosinus alfa, to'g'rimi? Sinus alfasini o'rniga mana buni qo'yaman. 2 sinus arctangens 3 kosinus arctangens 3. O'sha shart emas lekin. Endi qaranglar, degan o'shani qo'shsangiz zo'r chiqadi rostdan. Endi bunaqasi kelib qoladigan bo'lsa qanaqa ishlaysizlar? Tangens 3 ga teng bo'lgan burchakni sinusini topish kerak. Tang anaqa chizaman, t bu chizaman. Alfa bo'lsa, tangens 3 ga teng degani 3 taqsim 1 degani mana bu. 3 ta bu yoq 3, bu yoq 1 bo'ladi. Gipotenuza necha bo'ladi farzand? 10 bo'ladi. Shu yerda sinusni topadigan bo'lsam,
3 taqsim ildiz osti 10. Kosinus topadigan bo'lsam 1 taqsim ildiz osti 11. To'g'rimi? Bu hech narsa emas. Bu chepuxa bu. Bu 3 taqsim ildiz osti 10. Ya'ni tangens 3 bo'lsa, sinusini so'raganday narsa bu. 2 kere 3 taqsim ildiz osti 10 ko'paytirilgan 1 taqsim ildiz osti 10. Mana men o'rniga buni qo'ydim. Buni o'rniga buni qo'ydim. Tepa 6 taqsim 2 ta ildiz osti 10 ni ko'paytirsam 10 bo'ladi. 2 ga qisqartirib olaman, 5 bo'ladi. Mana shunday holat. Bo'ldi. Bo'ldi. Tushunarlimi? Ana endi mana buni qanaqa yechamiz? Kvadrat emasmi bu? Kvadrat ekan, aytdim. Qarang. Buni yechish uchun nima qilamiz? Sinus 2x ni formulasi bor. Mana bunga o'xshagan formulasi bor. Xohlasanglar yoki yaxshi ochib chiqqan ham yaxshi variant. O'zi bundan o'ylab qaragan bo'lsa. Lekin ochib chiqqandan sal foyda yo'qroq deb o'ylayman. Lekin ochib qo'yaylik deydi. Sinus 2x barobar ochib chiqadigan bo'lsam kosinus kvadrat x plus sinus kvadrat x minus 2 kere mana bu ikkalasini ko'paytiramiz. To'g'rimi? A minus b kvadrat. Shunaqa? Sinus 2x barobar mana bu 1 minus mana bu ham nimaga to'g'ri keladi Abdulloh? Mana formulasi. Ha, mana. Sinus 2x. To'g'rimi? Buni aytsak to'g'ri. Sinus 2x bo'ladi. Buni bu yoqqa o'tamiz. 2 sinus 2x barobar 1. Sinus 2x barobar 1 taqsim 2. 2x barobar shu joyda bizga 0 dan 5 pi gacha javoblarni so'ragan. Mana nima qilaman? Birlarini chizsam, hozir javob belgilab qo'ymayman-da. Birlarida 1 taqsim 2 ni topaman. Y o'qida. Mana sinus o'qidi. Esdan chiqib ketgan. Mana kosinus o'qidi. 1 taqsim 2 ni topdim, chiziq o'tqizdim. Mana bu pi taqsim 6 plus 2 pi. Mana bu 5 pi taqsim 6 plus 2 pi. To'g'rimi? Shu narsani 2x ga tenglayman. Mana bu yerda yozilganman. Mana shu holatda. Hop 23 davom. Hop. Demak, sinus 2x barobar pi taqsim 6 plus 2 pi. 2x barobar 5 pi taqsim 6 plus 2 pi. Chunki bular bir marta to'liq aylanib chiqqandan keyin kesishadi. Bu birlashtirmayapman. Alohida davom. Ana endi 2 ga bo'lib yuboraman. X barobar pi taqsim 12 plus 2 pi. Pi ni 2 ga bo'lgan. X barobar pi taqsim 5 pi taqsim 12 plus pi bo'lyapti. Bizga 0 dan 5 pi oralig'ida javob chiqar deyapti. 0 dan 5 pi gacha. Esingizda bo'lsa mana bunaqa qilardim. 0 dan katta yoki pi taqsim 12 plus pi, kichik yoki 5 pi dandirdim. Pi lar qisqarib ketadi. 12 ni mahraj beraman. Har biriga 12 beraman. 0 katta yoki 1 plus 12 kichik yoki 60 dan. Bo'laveradi. Qanday ishlasangiz, qanday yaxshi ko'rsangiz ishlaydi. Tushundingizmi? Yo'q, ba'zi chiqmay qolmaydi. Bir taqsim 12 nima? Yo'q, chiqadi. Chiqadi. Biz qiynalasiz. Yo'lga qiynalamiz siz. Yoki bori. Bu ishi chiqadi oxirida. Mana minus 1 taqsim katta yoki 12, kichik yoki 59 bo'ladi. 1 da o'tkazsam, ayirish qilib 12 ga bo'lib yuboraman. Minus 1 taqsim 12 kichik yoki teng, kichik yoki teng 59 taqsim 12. Qaranglar, mana bu minus 0.1 misol uchun. Mana bu 4.9. Savol farq. Minus 0.1 bilan 4.9 orasida qaysi butun sonlar bor? Boshqa. 0 bor. 1, 2, 3, 4 bor. Demak, hozircha mana shu narsani shu oraliqda yechimi nechta chiqdi? 5 ta chiqdi, to'g'rimi? Endi keyingisini xuddi shunday yechamiz. Xuddi shu narsani mana bu yerda minus 5 bo'ladi faqat. Chunki mana bular qisqarib ketadi. 0 kichik yoki teng 5 plus 12 kichik yoki teng 60 dan bo'ladi. Bu yoqqa o'tkazamiz, bu yoqqa o'tkazamiz. Minus 5 kichik yoki teng shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? 5 ga farq. Xo'p, 12 kichik yoki teng 55 dan bo'ladi. 5 ga yoqqa o'tkazdim. Buni ham xuddi shu 0, 1, 2, 3, 4 bo'ladi. Jami nechta yechim bor ekan? Jami 10 ta yechim bor ekan. Bizda ham 10 ta javob, C javob bo'ladi ekan. Tushunarlimi? Yaxshi. Savollar bormi?
Esga tushdimi san? Qanaqa ishlashdi? Olma ishlaydik yuribsiz. Hozir diametr qancha? Charchadi. Bir taqsim ikkini bir taqsim. Bitta 3 bo'lsa gaptivalar. Bir taqsim 2 aytdi, bir taqsim. Bir taqsim ikkini gradusda misol bir taqsim 6 desa shuni ishlaydik yuribsiz. Ana esga tushundingmi? Qanaqa ish? Sal. Yaxshi, savolda eshitinglar. X yigirga ham 2 xonali son, 8 yigirga ham qanaqadir 2 xonali son ekan. Bitta dona ma'lumot bor. X yigirni 6 ga ko'paytirsa 8 yigir chiqyapti. Ya'ni 2 xonali sonni 6 ga ko'paytirsa 80 nechilar chiqyapti. O'z bitta dona son bor. 6 kara nechilarni 80 chiqadi. 80 nechilar chiqadi. 6 kara 14. Yo boshqa variant. Chunki qaranglar, qayerdan bilsa bo'ladi. Misol uchun bir 11 qiladigan bo'lsak, 11 kara 6 66, to'g'rimi? 12 qiladigan bo'lsak, 12 kara 20 qilmaysizlar, to'g'rimi? 20 kara 6 biladi. Qo'yna biladi. Tashqari 20 kara 6 100 ga 100 dan oshib ketishi. Demak 10 kara nechidir bu? 72. 13 kara 6 deydigan bo'lsa 78. 14 kara 6 deydigan bo'lsa 84, to'g'rimi? Qarasanglar, bu yoq ham y, bu yoq ham y. Bu yoq ham 4, bu yoq ham 4. Ha, bo'ldi, idealni topibmiz значит. Demak x barobar 1, y barobar necha ekan? 4 ekan. Qo'yaman. 1 qo'shilgan 1 ga 25 kara 4. 6 bo'ladi. Mana shunaqa misollar sizlar uchun jackpot bizda. Tushadi shunaqa, tushmaydigan narsa yo'q. Masalan, misol uchun bo'lsa jackpot, shuni yechish kerak. Tushunarlimi? Keyingisi x katta y dan bo'lsa, lekin t 1 taqsim z ga teng bo'lsa deyapti. Sizlardan so'rayaptiki, qaysilari to'g'ri deyapti. A javob x qo'shilgan 1 taqsim t, kichkina y qo'shilgan 1 taqsim y qo'shilgan z dan. Ikkitasini tahlil qilishni o'rgataman, qolgan ikkitasi o'zingizga qoladi. Baxtlilarga shu yerda chiqsa chiqdi, bo'lmasa qolgan ikkitadan chiqadi. Y ni bu yoqqa o'tkazaman, 1 taqsim t ni bu yoqqa o'tkazaman. X ayrilgan y kichkina z ayrilgan 1 taqsim t dan. Esidan chiqmasin. Z bilan 1 taqsim t bir-biriga teng bo'ladi. Chunki joyni almashtirsanglar ham baribir shu narsa o'rinli. Ya'ni z barobar 1 taqsim t. Ya'ni t barobar 1 taqsim z ga nima-yu? Z barobar 1 taqsim t ga nima? Ikkalasi bitta narsa. Demak, bularni ayiradigan bo'lsa necha chiqadi har biri? 0 chiqadi. To'g'rimi? Bir xil bir-biriga teng narsani ayiradigan bo'lsa-da 0 chiqadi. Shunaqa farq? X y dan katta edi. Endi savol hozirgi. Katta sondan kichkina sonni ayirsam, musbat chiqadimi yo manfiy chiqadimi? Musbat chiqadi. Savol endi, musbat son 0 dan kichkinami? Yo'q. Demak, A javob emas ekan biz aqllaymiz. Endi B javobga o'tamiz. X qo'shilgan 1 taqsim t katta y dan. Ana endi Xo'p, 1 taqsim t ni yoqqa, y ni bu yoqqa. X ayrilgan y katta 1 taqsim t faqat minusdan. Ana endi mana plus. Lekin bu aniq emas, sensitiv. Bu fortish emas, bu prosta aniq emas. Bu har doim o'rinli bo'ladi. O'rinli bo'lmay qoladigan joyi ham bor. Ya'ni ko'rganda ya'ni javob chiqishi kerak. Hozir o'ylantiryapti. Aytyapman emasmi? Aytyapmi? Ama xulayapti mana. Ama o'zi xulayapti. Qo'lingizga oling. Yo'qmiz o'racha. Yo'q, siz Uyda Chali kacha. Bu o'rinli emas. Ya'ni aniq narsa emas. Bizga aniq so'z aytmayapti. Ertaga beraman, indinga beraman, pul emas deb olib beradi. Ertaga beraman, ertaga xolos. Ana plus bo'lsa bu minusda turibchi. Teni qayerdan bilasan? Ten minus sonda qaytik. Bunisi ham bor. Demak, B javobga yuzlanamiz. Tinchgina B'dan ketayotgandim o'zim. Agar B chiqmasa, значит D chiqadi. Tushundinglar? B ham chiqmasa, sразу qaysi harf belgilash. O'zi yo'q, chiqmaydi. Chiqmaydi. Sababini qaranglar. T bilan Z qisqarib ketadi deyapman. Hozirda nima qildi? Endi qaranglar. Rostdan nima qildi? Endi buni bu yoqqa olib o'taman. Z minus T barobar 1 taqsim x minus 1 taqsim y. Ana endi Z dan T ni ayirayotgan paytim musbatmi yoki manfiymi? Kim aytib beradi? Nima? Aniq isbot qil. Z dan T ni ayirsa musbat. Nimaga musbat? Chunki o'zi taqsimli bo'lishi kerak. Taqsim z o'zi teng. A z kattaroq. Men T ni o'rniga 1 taqsim Z qo'ysam, misol uchun qo'ydim deysiz. Sizlar musbat deyapsizlar, to'g'ri? Shu yerda Z minus 3 bo'lib qolsa-chi.
minus 3 qo'shilgan 1 taqsim 3 bo'ladi. Manfiy chiqib qoldi. Endi nima deysizlar? Atoqteli manfiy chiqadi, desanglar 3 bo'lsa-chi nima bo'ladi? Yana nimalik bo'lib qoldi? Aniq emaslik bo'lib qoldi, to'g'rimi? Hozir men sizlarga D javobni ko'rsataman, yavni aniq javob chiqadi. Chunki aytaymi nimaga? D javobni ishora mana bunaqasiga aylangan. Endi musbat son haqiqatdan 0 dan katta bo'ladimi? Hozir aytgan bo'yicha ana o'shancha D javob aniq. Ikkita javob aniq emas, aniqlik yo'q ikkita javobda. Qolgan ikkita javobda bittasi aniq bo'lgani xato. Xo'p, mana shunday holatda bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, keyingisi Alniyat degan hammasini aniq zo'rlasa beradi deganimiz. Geometrik progressiyani dastlabki 6 ta harflar shu bo'ladigan bo'lsa, faqat A-da berib chalg'itish qilishgan. Shularni yig'indisini yoki aylanmasini topgan. Qaranglar. Mana bizada A6 ga teng, mana bizada A1 ga teng. A6 ni A1 ga bo'lsam, bilaman, arifmetikda A edi, bunda B edi. Lekin A deb bergan, A teng. Quni 5-ga teng bo'ladi. 972 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam, quni 5-chi. Shu joyda bor, bo'lishga o'zi taqilli narsa bor. Qaysi sonni 5-chisiga kelishi mumkin bu? 2 ni 5-chi 32 juda kichkina. Chunki 3 ni 5-chisiga keladi, 2 0. Chunki 4 ni 5-chisi ham kattadir. Quni 5-chisi barobar 2 43. Q barobar necha? 3 bo'ladi. 12, 36, 108, 324. Men uchun muammo bo'lmaydi, qo'shib aytish xudo xolisa. Muammo bo'lmaydimi? Yaxshi. Muammo bo'lmaydimi senda? Bo'ldi. To'g'ri, nimaga qarayapti? Hisoblab qo'yasizlar. Tushunarlimi? Xo'p. 28-savol. Logaritmga yaqinda ko'rdik, mana shu ishlatilmaydi. Tez ishlash. Kecha ko'rdik, nari ko'rdik. 29-savol. To'g'ri burchak joylashdimi? Men o'zimga. To'g'ri burchak 3 burchakni katetlaridan biri 8 ga va gipotenuzadagi proyeksiyasi esa 4 cm ga teng. Va uchburchakda tashqi chizilgan aylana radiusi, gipotenuzaning yarmiga teng bo'ladi. O'zingiz uchun bilib qo'ysanglar bo'ladi keyingi misollarda. Hozir gipotenuzani topishimiz kerak. Qoida bor, eslasanglar. Katetning kvadrati o'zining proyeksiyachasi bilan общий gipotenuzani nimasiga teng? Ko'paytmasiga teng degan. Kim esladi shuni? Chestli. Kim eski? Shuning uchun повтор qilish kerak. 4s barobar 64 bo'ladi. S nechi bo'ladi? 16 degan javob chiqadi. Ko'rdinglarmi? Mana shunday qoida. O'ynaveradi. Demak, radius necha ekan? 8 ga teng. Tushunarlimi? Savollar bormi? Mana qiziq. Rasmga olaylik. Qo'llamayapsizmi? Yaxshi. Xo'p,